Bu klinikaga planlangan men birinchi marta keldim. Bu narsani men to'g'risi Instagramda ko'rganman. Bu joy to'g'ri o'sha Instagramda kuzatib, Oqsoqol bilan gaplashib ikkilanib davo bo'larmikanmi deganman. Chunki bu kelishimizdan oldin bizda Jamshid Saidov davolanganmiz. Ularda gapirishdi. Kam so'z gapirdi. Bu yoqqa kelganimizda bizani davolanayotganimizda 6-kuni ikkita so'z qo'shildi. Avval aya demasdi, aya bilan bu qo'shildi. Keyin yana gapirishni boshladi. Hozir ber, ol, masalan o'zlari nima xohlasa bemalol olib kelib tushuntirib bera olyapti. Muloqot bor. Hammaga tavsiya qilaman. Bunga kelishdi. To'g'risi men birinchi kelganda birozdan sezdim, xudo xohlasa oyda yana qaytib kelaman. Albatta xursandman. O'zingiz ham judayam zo'r. Xudo xohlasa o'zingiz kutgandek farzand xudo xohlasa ko'rasiz. Mana shu bola aytgan rezultatlaringiz hammasi ijobiy bo'ladi. Xudo xohlasa shuncha niyat qilsangiz, xudo xohlasa bizda ko'p mana shu klinikasiga yosh bolalar kelgan yana o'xshaymiz ko'rasiz. Xudo xohlasa. Rahmat.